Hali o'zbek futbologerlarida bunaqasini ko'rmagansiz. Idishimizga 2 tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq shakar solib, 1 osh qoshiq droji solamiz. 100 gram eritilgan margarin va 1 kosa ilitilgan sut solamiz. Massamiz bir xil holatga kelguncha aralashtirib, ozgina-ozginadan un solib, xamir holatiga keltiramiz. Unimizni ko'p sovurishimiz kerak emas, ozgina yog'lab olsak yetadi. Yarim soat ichida shunaqa zo'r bo'lib oshib chiqadi. Oddiygina qo'limizni yog'lab olib, shunaqa dumaloq shaklda yoyib olishimiz kerak. Xamirimizni 3 burchak shaklda kesib, videoda ko'rsatilgani kabi davom etamiz. Hammasini tayyorlab olganimizdan keyin 15 daqiqaga yana tindirib qo'yamiz. Duxovka yoki pechimizga solib, yarim soat davomida pishirib olamiz. Shu videoda ko'rsatilgan mahsulotlarimiz kerak bo'ladi. Pishib chiqqan kruassanlarimizni o'rtasidan kesib olamiz. Har bitta kruassan ichiga bittadan morojniy ketadi. Ikki yuziga dobri qilib chokoladadan surib olamiz. Bananlarimizni yupqa pare to'rab ichiga solib olamiz. Ishoning, bu o'zgacha maza beradi. Kesib tayyor qilib olgan morojniylarimizni chiroyli qilib ichiga solib, ustidan eritilgan shokolad yoki saharni pudra sepsanglar bo'ladi. Bu videoni shirinlikni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Doim ko'chadan sotib olishimiz shart emas. Shunaqa go'zallikni o'z qo'llarimiz bilan yaratamiz. Bu shirinlikni bir marta bo'lsa ham tayyorlab yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Tayyorlab ko'rganingizga hech ham afsuslanmaysizlar. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Albatta yaqin insonlaringizga jo'natib qo'ying.